Пойдем поговорим. Я трубку брат. Пойдем поговорим. Пойдем поговорим. Yolg'on liga haqida gapiramiz. Hammasi mashinство. Ketdik. Kanalimizni kuzatuvchilar, ushbu video hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan Rustam Gangster haqida bo'ladi. U jangchi, ajoyib jang, oktagon jangchisi. Unga bo'lgan tahqirli ishlar juda ham yomon bo'ldi. Akalar, ukalar, shu videoga like bosib, uzoqlarda o'z fikrlaringizni qoldiring va eshiting. Video ostida o'z fikrlaringizni albatta qoldiringlar. Unga bo'lgan muomalani nima qilish kerak, qanday o'zgartirish kerak? Yolg'on liga haqida gapiramiz. Hammasi mashinstvo. Ketdik. X-Fighting loyihasiga bizani taklif qilishdi. Birinchi yolg'on bu liga O'zbekistonning ligasi, O'zbekistonda turnir bo'ladi deb aytishdi. Biz aytdik, komandadagi bolalar bilan birga biz bekka urushgan kelganmiz. Hech qanaqa show treshtok qilamiz, lekin meriya o'rtasida. Lekin u yerda birinchi borganimizda Odilxon, yana yaxshi taniqli Kamil Karate, zo'r bayslar borgan, sportmenlar borgan. Yo'qa borganimizdan keyin janjallar bo'ldi, kipishlar bo'ldi. Hammasi zo'r ketayotgandi. U narsalardan qoniqmasdan axraniklarni qo'shib yorib, axraniklar ham qo'shilib ketdi janjalga. 4 ta axrana, keyin qozog'istonlik bolalar, yana bolalar sola-sol bo'ldi. Bu liga O'zbekistonda emas, Chimkentda bo'ldi, Qozog'istonda. Janjal katta bo'lib ketdi. Stullar bilan urib, har xil odamlar har xil tomonlardan mushtlab otib, keyin hammamiz komandamiz bilan birga Odilxon, yana zo'r yaxshi bayslar bilan birga u yerdan ketishga qaror qildik. U ligada o'zbek bayslarini, ayrim sportchilarni 3 ta 4 ta bayslarni chisti go'sh qilib olib borgan. Granitsadan o'tkincha sapenigini tashamagan. Gonorarini bilmaydi. Boryapmiz, boladan so'rayman. Yaxshi trenirovka qilasanmi, shug'ullanasanmi? Shug'ullanamiz. Sapeni tashladimiz ham, yo'q aka, bilmayman sapenigimni dedi. Nima kerak bunaqa go'sh qilib yaxshi bolalarga tashlab yuborishni? Bu narsani aytdim. Uyga borganimizda hozir ovqatni gapirsam, yetasizlar, noshukrchilik bo'lib qoladi. Mayli, ovqatlarni gapirmayman. Uytdagi bo'lgan kutib olish, boshqa narsalarni gapirmayman. Keyin yana bitta bizda holat bo'ldi. Ikkinchi realitiga qoldim men. Va ikkinchi realitiga qolganimizda boshqa o'zbek sportchilarimiz ham keldi. Birinchi realitida o'zbek bola 100% yutgan bo'yini bermadi. O'ron bo'ldi, zasud qilishdi, janjallar ko'tarishdi, mushtlab otishdi. Ikkinchi reality. U yerda men bilan birga qirg'izistonlik bitta bayis bor edi, Qalis degan bola. U yerda seriozniy konflikt bo'lgan. Men o'tgan reality borganimda menga mush otib, tishlarni, burnimni sindirgandi, nijdan ko'rib. U mendan kelib uzr so'radi, kechirim so'radi. Men unga konferensiyada qattiq gaplar gapirdim. Unga konflikt qildim bu bilan. Lekin qo'l otmadim, mush otmadim, hech narsa bilan urmadim. Menga bu narsadan qoniqmasdan meni chekiga tortib aytayapti. Borib, Qalisni nijdan ko'rasan, qarochi Qalisni u joyini sindirishing kerak deyapti. Men aytaman, men birovni bolasi, men unaqa narsa qila olmayman. Sen shu narsa uchun pul olsan deyapti. Qilasan deyapti. Men aytdim, qilmayman dedim. Ketsam ketaman, lekin qilmayman dedim. Chunki bizani auditoriya kuzatadi, xalq kuzatadi. Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston har xil davlatlardan kuzatishadi. Pul uchun chestimni sotadigan bola emasman men. Gazovat qilish kerak, konflikt qilish kerak, lekin mera bo'lish kerak o'rtasi. Pul uchun hamma narsaga boraverish kerak emas. Bu yerda nima bo'lyapti? Kamera o'chadi, davay gazovat qil, ur, tep, sol. Kamera yonadi, mushlab urmaysan, bunday narsalar bo'lmasin. Mayli, xo'p, hammasiga chidadik. Oxirgi janjal men bilan birga borgan bolalarni, yaxshi dastoyni bolalarni bir ikkisin pulga aldab, ularni bir-birimizga protiv qo'yadi. Chekiga tortyapti. Men bilib turibman hamma narsani. Men o'sha 4 yildan beri bu narsani ichida yuribman. 6-realitida bo'ldim. Bunaqa shoularni ko'pini ko'rdik. Lekin hech qachon bunaqa narsa bo'lmagan. Turasam, bizni O'zbekda, O'zbekistonda
Behruz aka degan odam bor edi. Chekkaga tortib ketdi. Keyin narigi komandadan bolalarni bitta-bitta chaqirib gaplashyapti. Borasan, urasan, tepasan. O'zbek bolalar hammasi professional yaxshi bolalar borgan. Keyin bitta-ikkita go'sh qilib tashlagan bolalar ham bo'ldi. Janjal boshlandi. Keryapti, hech narsa nijdan ko'rib mushotib ketdi urush. Bizani bitta katta janjal bo'ldi. Biza bu unaqa narsadan men aytdim. Men urmayman deb aytganim uchun menga odamlarni yuborib meni urdiryapti yo'qda. Men qalsa ursam, o'sha realitida gonorarimni olar ekanman, urmasam olmas ekanman. Men birovni urib ko'chada bu joyni sindirishim uchun sindirsam pul olar ekanman. Unaqa pul olgandan ko'ra olmaganim yaxshi. Rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. O'sha pul o'zingizga buyursin. Men unaqa ishlar qilmayman, gniloy поступкаlar yo'qmanda. Dastoyning gapiraman, dastoyning gapimga destava qilaman, javob beraman.